Qoch! Bular qayerdan keldi? Yo'q! Mana senga, endi men bilan o'ynashmalaring. Ha, senimi yaramas? Yaxshimisan? Yordaming uchun rahmat. U kim? Xo'sh, men keldim. Bu yerga nimalar bo'ldi? Anchagina katta urush bo'lgan ko'rinadi. Stiv, meni unutmading, to'g'rimi? Sen meni esdan chiqarma. Hammangiz yosh bo'lasiz. Oxirida esa men. Ular o'ylaganimdan ko'p. Nimadir qilishim kerak. Uxlab dam ol, Stiv. Black Plasma studiyasi taqdim etadi. Stiv Xerabringa qarshi ikkinchi qism. Ovoz berdi 3 metra YouTube kanali. Ha do'stim, yashashimiz yaxshi. Endi esa dam olish vaqti. Ha, endi ishlarimni ham boshlasam bo'ladi. Xo'sh, ko'raylikchi, Stiv nima qilayotgan ekan? Ha, Stiv dam olyapti. Yaxshi. Unga ham qandaydir sovg'alar bersam yaxshi bo'lardi. Bu nima? Hozir bu nimaligini bilmayman, lekin undan juda ajoyib hid taralyapti. Rahmat, do'stim. Endi esa Minecraftga kiraman. Multiplayer va Hypixel serveri. Bir do'stim menga uni anchagina maqtagan edi. Xo'sh, anchagina ajoyib. O'ylaganimdan ko'ra yaxshiroq ekan. Yuhu, bu juda ajoyib. 1 2 3. Yaxshi, men ham. Balki suvdan chiqarsam. Ha, bu yer bu nima? Salom, qalaysan? Salom. Sen mabodo Stiv qayerda ekanligini bilmaysanmi? Uni faqat men bilaman deb o'ylardim. Yo'q-e? Stiv. Ana endi bizlar ham otlanamiz, do'stlar. Birinchi o'ljamiz Hypixel serveri. Bu nima? Bu yana nimasi bo'ldi? Kim? Bularni taniysanmi? Bizlarni kutib oling. Yo'q, hoziroq qochish kerak. Qayerga ketasan? Yuhu!
Shu yerda vaqting tugaydi, botalog'im. Hoziroq qochinglar, maxluq kelyapti. Nima? Kim? Hoziroq qochinglar. Bu maxluqlar qanday bu yerga kelib qoldi? Uni o'zim ham bilmayman, lekin jang qilamiz. Ha, va nihoyat. Tabriklayman, xo'jayin. Endi bu faqat bizniki. Yaxshi. Xavotir olma, yordam beramiz. Xo'y, sizlar ana bu yerga bir qaranglar-da. Ana xolos. Endi senmi? Boyagi gapimni qaytarib oldim. Xo'sh, unda xayr. Buni tezroq Stivga aytishim kerak. Yo'q, Stivga tezroq xabar berishim kerak. Xo'sh, mana shundan tura qolsang-chi, Stiv. Nega? Shu payt senga shu ham kerak bo'ladimi? Uni menga ber. Xo'sh, Stiv. Yo'q, hali shunaqami? Foydasi yo'q o'xshayapti. Salom. Men yordam beraman. Yaxshi. Xo'sh, bizga bitta baliq kerak. Keyin uni ozgina kattalashtiramiz. Katta. Bu yana nimasi? Quyosh qayerga ketdi? Bu nimasi bo'ldi? Endi esa uni turg'izamiz. Yo'q. To'xta. Bu yana nimasi? Fayllar. Nimalar bor ekan bu yerda? Nima? Ular qayerda? Hypixel? Yaramas. Men u bilan gaplashadigan gaplarim bor. Xo'sh, yaxshi hayotni keyin davom ettiraman. Ha, do'stim, xavotir olma. Men yaqin orada qaytaman. Xo'pmi? Ungacha hamma joyni qo'riqlab tur. Davomi bor. Ovoz berishda ishtirok etdi Trimetra va Alex. Davomi esa 100 ta laykdan so'ng.